Bugün bir toy qo'ymoqchidim. Shu Jongjao Tatay Savraskasini faqat joyga tatib qattiq qo'yishim. Shu shu grim qilib aynigimni oldiga tiklab qo'yibman. Beshta aldatmoqchi ya. Bir parasapagash tatayam deyman. 2 oy so'zimga xilo kutibdi. Bir grimda aytgansizlar, bir 2 oyda aytgansizlar, shuni olaman. Bilmayli 2 oy bilan grimni birlashtirib turib ishta xil so'zlang. Butun beto'nlarim silib yuz-ko'zimni qarab bir qo'rqib qoldim. Mana 2 oy so'zimni o'zlab shunda söyleysizlar. Aminatman ang genjerim kelib 2 oy so'zlaygan o'shta vaqt grim qo'y qo'yapmiz Şu an çıkmış grim qilib sizlab bersam zamnoylik. Genjesizlar sizlab bera olaman-ku. Bir ishlar yolg'ish kip qildim deganimda o'tib turishlar uchun grim qo'yatqash, chinjiyotqash. Darhol so'zlab desam, aytlar o'tib qolgan. Muhabbat qilmoqchi, qanday gaplar desanglar bo'lmaydi, masalan, o'tib qo'yay. Bu qonun sig'masa mayli, lekin sig'masa qat'iy bo'lmaydi. Chunki men kelgan bir baqa sig'maydi. Muhabbatlar olsin, yo'lchilar olsin. Oilalarning iqtisodiy ahvolini hargiz demaysizlar. Deganlar gap kutdi, ba'zi vaqtlar opanglarning gaplarini emaslar, uyda bo'lgan mudaq bir ko'ngilsizliklarni deganlar gap kutdi. O'sha vaqtda muhabbatlar shunda tingshishi mumkin, anglab uchun sizga ko'ngil bo'lishi, haqiqiy qanaqa quvvatli deb bir mezgil bo'lish mumkin. Jiq davomlashsa 2 yil, 3 yil davomlashadi bu ishlar, lekin bir kun bo'lmay, bir kuni cho'qim yuzinglar saldimaslikday. Shunga oilalarning iqtisodiy ahvolini, opanglarning bilan bo'lgan paranlaringlarni, deyishanlaringlarni hargiz tutquz qo'ymanglar. Bu eski degan gap emas, qarshi tarafning sizlarning muhabbatlaringiz texmi muqim texmi uzun bo'lsin degan gap. Anatga men degan gaplarni hech qaysi o'zim turmush bilan munosabat yo'qchimi, yo'ldoshim bilan. Chunki sezgir odamlar bormas, mazra bir narsani so'zlab qo'ysa, bu qizim ermishda bo'pti-da deydigan. Chunki men bir inson bo'lgandek men uni ko'rgan bilganim bor. Birinchi muhimi shu ishda, lekin bu ishga va hech qaranglar jumarga sal qaragan emas. Chunki qiz olgandan bek davatga kelib ketadiganlar shu muhabbatlariga, yo'ldoshlariga ko'nglimiz yerim bo'lgan vaqt biz ayollar erladik, hargiz ichimizga sig'dirib bunda qilmaymiz. Uyda bo'lgan jidallarni. Chunki bizning shaxsiy bir oilamiz bo'ldi-da, to'y qilishdan burun bo'lsin, muhabbatlashib yotgan vaqtimiz bo'lsin, bir oilamiz bo'ldi. Hamma odamning uyda ko'ngli so'yishdigan ish bo'lmaydi, ba'zilarning so'yishmay qoldi. Bu yoshlik mezgilda to'lat siz bilan gapib bir yerdan chiqmaydigan ish qoldi. Shunchalik uyning bisimlaridan, bir xil uydoshlardan bir xil bisim his qilib, nima mening uyim ishlashlarimmi deb muhabbatiga tapirdigan. Degan gapni bir izohat berib beraman. Nima desanglar bo'lmaydi deganda, vaqt kelsa sizning bu munda uydan kelib chiqqan-ku degan bir ong paydo bo'lib qoldi. Bilgichilik bo'lsa-ku mayli. Agarda bilgichilik yo'qib qolib qolsa, bir kunlarda uyinglarda ekspresslar bo'lib qolsa, sizning yuzingiz saldigan. Bu ko'rib cho'ng bo'lmagan deydigan. Buning ota-onasi minchilik yetmaydi. Buning ota-onasining undan bir qilib ketgandek yeri yo'q. Buning otasininki deb uyinglarning, chunki siz aytchaqda uyingizningki iqtisodiy ahvolini deb bergan. Sizning baqa sir yaratmaydigan bo'ldi. Endi isil bola bo'lib qolsa-ku mayli-jimi? Isil bola bo'lib qolsa yuzingizga sanmaydigan ish bo'ldi endi. Tishqan sigashni ayban dalil bersangiz, yaxshi odamdan eski qilib qolgan sir buzaydigan odam siz bo'lib qolsiz-jimi? Bu ayolim meni hurmatlisga, erim meni shunday hurmatlisga desanglar. Misharinglar chin jumib, deydigan gap bor, demaydigan gap bor. Turmushda ham ish bag'ringizni yo'ldoshingizga, ayolingizga to'kayvermang. Yana mayli kim bilan yurgan bo'ling, hargiz tarixingizni bir-birlab o'tirib so'zlab bermang. Manchi bilan yurgan, unda bunda qilgan deb o'zingizni bir xil, mening hech qanday seni oldingda sirim yo'q degandek qilib, ichqaningizni to'kib, kimlar bilan yurganingizni, qanchalik yurganingizni hargiz deb bermang. Siz muhabbat shafqat voy buning men tegmayman-ku baribir deb o'tirib, deb bergan bilan tegib qolsangiz-chu, bu taqdirdagi ajoyib narsa, tegib qolsangiz-chu, har bir ishingiz yuzingizga cho'qib saldi. Al o'tdan qo'yib qo'yaringiz yuzingizga saldi, erim kelib qoldi. Shundoq, sal turib berasizlar. Oh! Kunduzay negatga bilmayman. Shping tapqa sizlarda. Yolchim Kuvaytdan keldi, Jechingsdan keldi. Ben restoranda job topib o'tdim men deyishmi? Yana bir 2 soat var. Eshak boqamasmi? 1-2 soatlardan keyin? 1 soat. Ya 1 soat. Jimete. Ben nima qildi? Shu munchiq tushdi. Munchiq tushdi. Mana kechimni qo'rqitib o'tadim. Miyam chopildi, miyam choplab bo'lgandan keyin mushuk bilan o'ynadim. Chaqchaq qilishi biz vaqtda bek chaqchaq turgan vaqt bo'lib qoldi. Chindan ki araylarning olsin. O'sha vaqtlarda o'tirib, shunday deb istamishdim bo'lmaydi, qo'y, yig'ramaysan qo'y deb yig'iyajliqda deb berib amane uchoqda ishim degan bilan vaqt kelgan vaqtlarda yuzingizga shundan soldigan. Osmondan tushib ketdimi, nerdan tushib ketdim deb qolasiz. Peshingizni o'tgan ish bo'lsa-mu, hamma odamning o'tmishi tarix bo'ldi qarang. Lekin u tarixingizni hargiz o'zingiz ko'rdim o'tirib deb bermang. Odamga to'y qilgan vaqtda shu mayli eski bo'ling, yaxshi bo'ling, sizni tarixingizni qabul qilgan odam bilan to'y qilish nima? Uni o'tirib deb qo'yib, sen fesga qilgan vaqtim kelibdi. Chiparani kelganlarmi? Men bu isib qo'yib, chuchonim. Veshi yaxshi. Men buni netchini ishlatib ketdim. Buniki shu girmalarni tutib turish, dingjon qilish rol ajoyib yaxshi. Qottirib ketdi girmalarni. Boshqa sen fesga bir xil may chiqib yuzimdan. Girmamni tumaydi 24 soat. Ma'noda pechat turdi uchun.
baranın nasır bir peyzajım. Benim çocuğum kırsanlar. Yeni birisiga. Skripten başlasam nasıl çıksın? Mana. Yana bir muhim ish. Shu to'y bo'lgandan keyin bir o'qmabdan keyin herkes qilishmoqlar. Sizniki nima qilmasin, sizmi qilmang. Chunki bir turmushni ishkanlar tutdinglar. Burun xudolarning, burun muhabbatlaring yeb qolsa bu turmushinglarga vahshiy ta'sir etadi. Ish vaqtlaringlarga shunday ta'sir etadi. Ham orliqinglarda orliq qolmaydi. Neymiz buni numus qolmaydi demdik. Ashta bo'liblar bir ishlarni deydigan bo'lib, keyin cho'ngroq ishlar yuzinglarga soldigan bo'lib bir birsinglarniki. Müşk mu mahmike. Yeni baktık tek müşk baksak ettiğin koptum. Putun uyulgu. Ettiğin kop gidip kalamız mı gidip bunu şu yeri bile okşaşmıyor işte. Bunu boğma da koyduk ya. Fil kıymetke. Küçük aslında bu çoğumuz beşi çırak çoğunluk gelirken. Lakin bunun tesirden ettiğin fakat uygunmadı mı? Kanaqsam uygun ekin. Hem de buna bileceğiz minan mu yok emes ba. Deyttim. Lakin ben bu işlarınki tesirinin yaxşı emasligini bilgenden keyin to'xtab turjumu. Eng yaxshisi o'zim tutib olaydi. Chunki to'y qilib bo'lgandan keyin shu uzanglarlar bir xil o'yinlarning kundashlik qo'zg'alib ketgan. Bushday uxlaydi, plan qilyapti, men kashug'anlik qilishga boshlayman-da. Nima? Bu jinim deb qo'ydim-chu. Shu yana kimdan jinim deb boqam bo'lg'aydi. Merke. Bundan qunduz qo'ygan. Merke. Men shu jinim desam-chu. Yana kimdan jinim deb boqam bo'lg'aydi. Mendan boshqa deb o'shda yo'q, tukuy qilyapti-chu. Ayol kishi bekchiq qildi. Ondan keyin o'zini tutib olganlar-ku, tamkinlar tutib ketadigan. Boshqalar deb keşke yüzügisi savqına qancha aralashgan degandan keyin ayollar o'zinglarni o'rni bistal tutgan mosh ishinglar qattiq mo'makka unutsanglar anadagi ishlaringlar bir ulgir basmayotgandek keşke jidal qurmaychu anadagi degan nima jazchu siz oldima bunday shu qilis to'xtagandan keyin oldi bir xotinning u tukab yurgan qizlar yurib buldurmush jihatdan tushdi men xotin qilib olsam deb o'ylagandan keyin oldi shu ancha o'g'lonning qilishda mushu bo'ldi muqarrar men tushdi men xotin qilsa bo'ldi deb o'ylagandan keyin oldi buzmu yana biz ayollar to'y bo'lgandan keyin ochcharasin gapini tugatmay deriversak turmushda malay qizni zid ekib ketadigan men u ishlarni tugatib chunki bular ayollardagi qanday tushuntirishni ayollar biz ayollar bir ishlar nohaqchiliklar o'zlari deb tushuntirib ketamiz bular unda o'xshamagandan keyin er ayol deb jinsi o'xshamagandan keyin mijoz xaraktermi o'xshamayotganlar tushuntirishni xohlamagandan keyin nemish buni kashkichi bu vulichino qilaverdi uyda men işte oldim olsam yana baxtli bo'lamizmi ketsam bu turmushimiz ashni gapini qilib bularni qilsa bekor biz jidal chiqarganga tava bo'lib qoldik unda işte to'g'risi olsak bekor hech qanday ishim bo'lmasimi men ashni o'ylab kechkinib qildi deb baraqga tushib ketgan anadan keyin do'kon suzishmagandan keyin talonga kirmaydigan qayta uyga kirib kelmaydigan shunda shunga turmushdan darigamiga erladik opadan kastasda ko'cha qiladigan ish chiqibdi shunga birimda ayollarni ko'cha qaratqizayotganlar ba'zi vaqtda shu degandek yaxshi ayollarni ayollar o'nglab ayaqlamsak shu taloq qilib ketgan ish chiqdi o'z mijozim qilsiqsiz mening shundan neyron shundan keyin qopib men bu kesh yo'l tushimdilim qisir istaymanda mush faqat bunga yarab bo'lamadi odatga mening bo'ldi doimarim kelaydigan bu chog'da tugdi bo'ldi jiddan majra degan qurmay ketdi shinchilik shundan keyin men izchil qillimda men pek normal men pek sog' mening to'g'ri butun qilganish mening to'g'risi nemishmishda bo'ldi nemish qilsa mening dunyorimga kirmaysan nemish mening mijozim kunibmishda men o'zimning bir xayolimdagi bir odamlar borganchu menga ditimga yoqadigan nemish yo'lchini o'shda bo'lmaysa deb men bicharan choch deb julg'in chiqib menda hesabda 20 yilda qashna qaqshatdim şimdi nemish qashnoq bo'lmaysa nemish bunda qilsa nemishlam deb qo'ysam neri omirlar bilan qarabda shundan keyin